Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iziston xalqi. Mana mikrofonni shunday ilamiz. Mana qarab turiblar, sizlarga nimalarni ko'rsatamiz? Asallarni, shakarlarni ko'rsatamiz. Bunda ochamiz. Qossob akalarimizga, ishqiboz akalarimizga bir qator naborlar. Mana qaranglar. Bunda bunday qarab turib soqol olsa bo'lar ekan, bu soqolni olish mumkin emas akalar. Bunday qilib qarab olasizlar, suratga tushib. Go'shtga bu qossob naborlarga mayda pichoqlari bor ekan, shirindan shakar mono terishilsa kerak mana 3 qiyshiq ekan. Bu pichoq naborlarimiz mana kimga kerak bo'lsa Qirg'iziston, Qozog'iston yozaverasizlar. +996 755 39 1400 WhatsApp, Telegram hamma yo'q bir aloqaga chiqarasizlar. YouTube, TikTok, Instagramda story. Ko'ryapsizlarmi naborlarni nimaligini, bundaji suyalarni chopib boraverasizlar ekan. Bunisida nima qilamiz? Ustaga keling. Bunisida nimaga vazifaga bu? Bular go'shtni maydalagani, go'sht maydalagan. Bunisi nima endi ikkinchisi? Bu ham shunga o'xshagan, bu ahotishliroq, ko'proq. Bu ovchilarga bu damashli holatda go'sht maydalaydigan. Bu so'ygan, ha? Bu pichoq topgan terisidan chiqib. Bu terishilgan. Bunisi o'tkirlaydigani Qayroq deb beradi. Musvatdaymi? Musvati bu akalar. Bu hamma nabori, qarab turinglar, hamma nabori dollarga aytadigan bo'lsak, atiga $300 ekan, ha? $300. Atiga $300 ekan. Materiali qora po'lat deyiladi. O'tmas bo'lmaydi, qaytmaydi. Juda o'tkir narsa. Shu nomi chiqqan narsa. Soplari. Koreyskiy yog'och mana. Bu laton tekalari. O'ta sifatli. Bejirin chiroyli narsalar. Ikki chekasi laton, o'rtasi suvenir emas bu. O'ta o'tkir narsalar, pishiq ishlatiladigan narsalar. Chekasi latin, o'rtasi koreyskiy ekan, akalar, koreyskiy bo'ladi. Yog'och. Qayda mana oddiylari bor ekan, mana $200 deysizmi buni? $150. Ha, bu $150 dan mana kompletlari bor ekan, akalar, bir qator aylanib ko'ramiz. Mendan juda ko'pchilik so'raydigan akalarimizga bizda bu yerda mana har xil shiqlar bor ekan. Shiqlarning uzuni, kaltasi mana so'rashadi ko'pchilik mana. Hamma yo'q bor ekan. Kimga shiqlar kerak bo'lsa, nomerlarimiz asha Telegram, TikTok kanallarimizda mendan juda ko'pchilik so'raydigani aynaqa yog'ochli shiq Rossiyadan olib kelib tashiymiz. Bizga yog'ochdan bo'lgan shiqlarni ko'rsat, olib kelib sot deydiganlarga mana biz shu shiqlarni topdik. Endi bizda Story kanalida bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Aka, bunimiz bir donasi necha puldan? $15. $90. 90 sent. 90 sentdan akalar. 90 sent mana. Aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimiz bor. Mana bunisi kalta varianti bor ekan. Uzunroq varianti bor ekan. Zakasiga yana variantlari bor. Kafe, restoranlari bor akalarimizga. Xohlasa sopiga, xohlasa nirjavekasiga o'zini ismlarini, o'zini brendlarini aytib chiqarib berishga va'da berishadi. Munoshiqlarimiz ham mana ag'ir ekan akalar. Bu Adana turk kapoviga mana akalar. Damashliklarga ham bor akalar. Nomerlarimiz 0755 39 1400. Sizlarga nima qiziq bo'lsa kommentariya yozsanglar, videoga olib chiqaramiz. Bizga bitta like, bitta kommentariya bosib qo'ying. Assalomu alaykum. To'xtab turing. Bu yerda vodiy o'choq bilan Technik TG ham aloqalashib gaplashib turibdi mana bekar. Abdurahim degan